Har bir insonning o'z yo'li va o'z taqdiri bor. Agar biz vaqtida e'tibor qaratsak, ko'p narsani tuzatishimiz mumkin. Agar kechiksak, keyin faqat afsuslanish qoladi. Xavfli belgilarni e'tiborsiz qoldirmang. Har bir daqiqa muhim bo'lishi mumkin. Beparvolik falokatga olib keladi. Birgina e'tibor hayotni saqlab qolishi mumkin. Biz farzandlarimizning salomatligi uchun javobgarmiz. Kechiktirmang, ko'z yummang, o'zi o'tib ketadi deb aslo o'ylamang. Erta tekshiruv bu hayotni saqlab qolish imkoniyatidir. Yodingizda bo'lsin. Bugungi e'tibor ertangi najotdir.